Bismillahirrahmanirrahim. Barakasini bersin. Assalomu alaykum, sevimli oilam va oshxonam kanalining muxlislari. Shu haqida video qilmoqchiman, ya'ni bir lifehackni ko'rsatmoqchiman. Larimizga o'zimni hayotiy tajribamdan kelib chiqqan holda kim qanday sut mahsulotidan qaymoq oladi, kommentariyada yozinglar. Kimdir qaynatgan holatda, qaynagandan keyin sovutib oladi, kimdir separatorda, kimdir sovgandan keyin sigirni sog'ib xom sutni, parnoy, ya'ni issiq sutni xolodilnikka qo'yib qaymoq olish usullari ham bor. Sizlarga bitta foydali video qilmoqchiman. Hozir men sutni qaranglar, sutni ustidan qotib kelyapti. Mana ko'ringlar. Sekin qaymoqlar yuqoriga ko'tarilib qaynayapti. Hozir sutni men juda ham past qo'yganman. Hozir sizlarga ko'rsataman. Ko'ringlar qanaqa, juda ham gazimiz juda ham past yonayapti. Lekin sutimiz qaynaganligini mana bu holatidan bilsak bo'ladi. Mana ko'ringlar. Mana ba'zi bir joylari ana ko'pirgan, mana ko'ringlar. Mana men bu ko'pirgan joylarini sizlarga hozir tushuntirib o'taman. Bu ko'piklari, mana bu penalari o'tirib qaymoq qilyapti, ana qaymoq qotyapti yuzi. Mana bu yog'lari yuqoriga sutning yuziga ko'tarilyapti, ana ko'ringlar. Hozir sutni buzib, yuzini qaytadan yana sovuraman. 5-6 minut, balkim bir 4 minut yo 3 minut. Endi sutni tarkibiga qarab, ba'zi bir sutlar tez ko'piradi, ba'zi bir sutlar tez ko'pirmaydi. Agar yog'i ko'p bo'lsa, tez ko'pigi yuzga chiqib, ko'piklari ko'pirib, sut ko'p bo'lsa, bilingki, uni tarkibida yog'i ko'p. Sut qaynagani bilan juda past qaynaganligi uchun lagandan toshib ketmaydi. Idishingizdan qanaqa idish qo'yishingizdan bog'liq bo'ladi. Kattaroq idishga yo chuqurroq idishga sut qo'yish kerak bo'ladi. Keyin mana bu ko'piklarni qaytib yana sovuriladi. Bizni hozir buni oldiga turib men sizlarga video qilishdan oldin qaynatib oldim. Ozroq vaqtimiz ketishi uchun hamda sizlarga ham ko'rishga qulay bo'lishligi uchun. Ko'ringlar. Sutni juda past qo'ygan edim. 1 soatdan ortiq, ya'ni 1,5 soat davomida qaynadi. Endi bu sutimizni ana shunday yaxshilab sovuramiz. Sovurganingizdan keyin ko'piklari yuzga chiqqandan keyin yana 1 soat, 1,5 soat davomida kutasiz. Yana qaytib mana shu holatga keladi. Yuzi lekin ikkinchi marta qaynaganiga qattiqlashadi. Qo'rqmang, sut kuyib ketmaydi, yomon hidli bo'lmaydi. Yana qaytaga zgo'shonka, ya'ni quyultirilgan sutni hidi keladi. Tarkibi buzilmaydi, qizarmaydi. Agar sut yaxshi bo'lsa, hech narsa qo'shilmagan bo'lsa, tanish kishidan olsangizlar yo o'zlari sigirlaringiz bo'lsa, chuqur tushuntirib o'tishga harakat qilyapman, chunki foydali video bo'lishini istayman. Kimgadir foydasi bo'lishi mumkin. Kimlardir mana shu videoni YouTubedan qidirib yurgan bo'lishi mumkin. Yana aytib o'tmoqchiman sizlarga, mana bu videomni tugatganimdan keyin sutni men gazni ustidan olib qo'yaman. Soviydi. Keyin xolodilnikka olib qo'yaman. 5-6 soat davomida xolodilnikdan yaxshi sovgandan keyin ko'rasiz, yuzi qattiqlashib, juda ham yaxshi qaymoq olsangiz bo'ladi. Uni ham men sizlarga yana videomni ertasi kuni videom davomida ko'rsatib o'taman demoqchiman. Foydali bo'lgan bo'lsa videom like bosib, izohlarda kim qanday qilib sutdan qaymoq oladi, kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Ba'zi birovlar mendan ham boshqacha usulda olishi mumkin. Men hayot tajribamdan kelib chiqaman. Kelib chiqqan holda sizlarga ko'rsatyapman. Sog' va salomat bo'linglar. Videoga like bosib, kommentariyalar yozib
chiroyli izohlar qoldiringlar. Kecha tayyorlagan qaymog'imizni bugun olyapmiz.